Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Chorva Market YouTube kanalining yashadik kuzatuvchilari, buqa ishqibozlari. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on chorva mol bozoridamiz. Inshaalloh buqalar narx-navolari bilan sizlar chiroyli ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Akalar, bugungi saramiz 9-noyabr haftaning yakshanba kuni 2025. Inshaalloh paltarashga buqa so'raganlarga, yemga tayyordan so'raganlarga akalar mana ishqibozlarga akalar olibtalardan zo'rlardan inshaalloh chiroyli ma'lumotlar olamiz. Like'larni bosib, kanalga mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling yoki podpisatsiya tugmani bosib qo'ying akalar. Xo'p, mana shu birinchidan boshlayveramiz akalar. Aka, buni kuragi bor ekan, ha? Bor, ish buzgan ekan akalar. Maza qilib Ularga qo'shilib yurgan. Ha. Zotda yurgan, ha? Zotga yurgan mol. Zotda yurgan narsa ekan akalar, mana. O'zi bitta olasiz bizga. Aha. Juda chiroyli narsa ekan akalar. Bo'yinlarini ham qaranglar, juda baquvvat. O'tda turgan olasiz. Aha. Bilam yeb. Voy aka, nech pul endi bu ishqibozga? 35 million kami bor. 35 million so'm Kami bor. kami bor, ha? 550 kilo plus. Aha, 550 kilo pilisida ekan akalar. Kelishamiz. Zo'r bo'ladi. Kamini qilib berasiz endi, ha? Aha. Yo'q, bitta yaqinroq qilib gapirib qo'yasizmi? Yaqin qilib gapiring. Gapiring yaqin qilib aka. 33 millionga berib yubordim. 33 ga? Zo'r akalar, mana 33 million so'm ishqibozlariga. Bitta nomerda ayting endi. 97lik 97lik 955 955 57 58. 57 58 raqamiga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Mana jonivorlar. Bu yog'ini ham akalar sekin ma'lumotni olaveramiz. Avluko'lam bor ekan mana bu yerda. Hormang. Salom. Charchamayapsizmi? Nech bosh endi sizniki? 6 bosh ekan. 6 bosh. Gap yo'q. Mana. Tanlanganlar akalar bular. To'da bosh, ha, hammasi. Ha, Dollar. kela boshlar. Nech puldan nech pulgacha endi bular? Aka, bular 31 milliondan 33 milliongacha ma'lumot. 31 dan 33 gacha. Bir joyda 6 tane olsa-chi? 31 million so'mdan qilib beraman. 30 danchi? Xursandchilik bilan. Ha? Aka, 30 yarimdan qilib beramiz. 30 yarimdan yana xayri bor, ha? Kelishamiz, telefon qilishamiz. Kelishiladi. Bo'ylarni yetib qoladi. Aka, bo'ylar 130 dan 125 gacha. 125 dan 130 gacha akalar mana. Ishqiboz akalarimiz bo'lsa. Hozir akalar nari qotib dehqonlarnikini ham ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Nomerni aytib yuboring. 90lik 707 707 0047. 0047 akalar. Aloqaga chiqaveringlar. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Bor aka, beraman. Yaxshi mollar ekanda. Akalar, mana shu ikkalasi baraka bo'libdi mana. Dehqondan dehqonga o'tibdi. Dolasa 58 million so'mga baraka bo'libdi. Barakasini bersin. Mana shu akalarimiz olishibdi. Dolasa, hop, bunisi akalar buzoq ekan, bunisi ish buzgan ekan. Mashalloh. 58 million so'm. Barakasini bersin. Bular kimdan aka? Sizlardanmi? Nech pul aka mana shu? 40 milliondan kam bor. Ha. Ikkalasi sizdan, ha? Uchalasimi? Ikkalasini akalar 40 million so'mdan mana kam bor ekan ishqibozlariga. Bittasi qo'la qora, bittasi tuziladi. Bu Chorva Market aka. Chorva Market. Savdasi bo'ldimi aka? 65 qilyapti. 65 ga berganingiz yo'q. Zo'r. Dolasi dehqonchilik, ha? Dehqondan so'raganlarga mana 65 million so'm qilib akalar qo'shganiga berishadi. Bitta nomerni berib qo'yasizmi? Ishqibozlarga. Yo sotib olamizmi? Mayli, bozorni bersin aka. Bunisi kimdan aka? Sizdanmi aka? Nech pul ekan bu? Qochga. 45 baho aytyapti. 45 million so'm kami bor aka. Ish buzganmi endi bu? Ish buzganmi? Ha, kuragi bor. Kuragi bor, ha? Kuragi bor. Yebchanlari zo'r. 45 million kami bor. Nech pul qildi bozor aka? Bozor endi 36-37 qilyapti. 36-37 million so'mga akalar berilgani yo'q ekan. Lekin akalar mol o'ta zo'r ekan. Uzunligi ham hamma yo'q zo'r. Mana. Allalarni ham beraylik. Bo'ylari ham chiqib qoladi 1.35.
Bitta nomer berib qo'yasizmi? Ishqibozga. Sotvaram. Bozorni bersak aka. Shved ishqibozlariga akalar mana bu yerda shvedlar bor. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Shved parodalar. Buzoqmi ikkalasi? Ikkalasi ham akalar buzoq ekan. Yemlashga tayyor endi. Bo'y bastlari zo'r ekan lekin. Biri 45 chiqdimi? Oldi orqa bir xil ekan akalar. Biri 45 bo'ylari. Nech pul narx aytyapsiz aka bunga? 40 million narx aytyapmiz. Bunisi 40 million so'm. Harisi 35 million kam bor. 40 million so'mga 35 million so'm kam bor. Savdo bo'ldimi aka? Nech pul qildi bozor? 5,5 ming qildik. Dollarda. 5,5 ming. Berilgani yo'q akalar. 5,5 ga qo'shganiga beramiz dedi-da. 5,5 ga qo'shganiga berishadi inshaalloh mana. Shu yerda qolar. Buzoq. Hozir akamizdan bitta nomerni olib beramiz. Dehqonchilikmi aka? Bitta nomer aytib yuboring. 91lik 056 67 88. Yevchanlari zo'r aka. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Yaxshi mollar ekan mana, toza. Oq tumshuq, oq quloq. Chiroyli narsalar ekan. Voy joning sog' bo'l. Savdo bo'lyapti ekan. Sizga beryapti. Uni bolanchi gapirib bo'ldi. Bo'ldi. Yo'q aka, sotmadim. Bunaka. Akalar savdosi ketyapti mana shu. Nech pul bo'ldi aka? 37 million so'm. Valjon akamiz bu qo'lar akalar. Mana. Voy aka, ishni bitirgandi voy. Xursandchilik bilan. Nech pul bo'ldi? 37 mi? 60 mingdan taroziga. Tarozigami? Shumi o'zi? Men o'zimdek o'zi bitta deb o'taman. Shu savdo bo'lyapti? Ha, shu. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Ozgina qoldi. 60 ming so'mdan taroziga deyilyapti. 5 skitga bo'lsa sotdim. 5 skitga. Ko'nmayapti ular. Zo'r. Mol zo'r ekan aka. Ishqibozlarga. Shu turishiga nech pul narx aytyapsiz? 40 million kam bor deyapti. 40 million kam bor. Barakasini bersin. Mana akalar. Bozor narx-navosi. Mana shu yerda bitta Angus turgandi-da. Mana. Angus buqa. Buni egasi qayerda ekan aka? Soyib akamnikimi? Ha, jonivor. Lekin zo'r boqib qo'yibdi akamiz. Ko'ringlarda mana. Ay jonivor. Mana. Egalari yo'q ekan. Tarozigami endi bu? Nech puldan bo'ldi aka? 60 mingdan 5 kitga mana baraka bo'lib ketdi ekan. Nech pul bo'ldi bu aka? Gap yo'q. Mana akalar. Qani nech kilo chiqar ekan ko'ramiz. Akalar 5 kilo kitkasi bor ekan. Torting endi boy aka. Jonivor. Turishini qaranglar buni. 66 kilo ekan. 66 kilo. 606 kilo. Gap yo'q ha boy aka. Charchamayapsizmi aka? O'zing zo'rmi? Barakasini bersin aka. 600 kilo to'shni qo'y. Bo'ldi aka, gap yo'q. 605, 606 o'ynaydi. Bo'ldi, gap yo'q aka. 6 karo 6 36. 36 ga baraka bo'libdi-da. Qayerga belindi? 60 million berdi. Jon nech pul oldi bu? 60 mingdan baraka bo'libdi aka.
Ketdik endi o'zimiz. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Ikkita semiz buqamiz bor mana. Boy aka nech pul aka mana bular? 75 million so'm kam bor ekan. Savdo bo'ldimi aka? Bo'ldi, gaplashib olavering bemalol. Mana. Oyoqlari ham stakan tuyoq ekan, yaxshi narsalar ekan. Ko'ringlarchi. Ish buzmagan bo'lsa, akalar boqqan olsa ham bo'laveradi bular. Voy, Ko'rmisiz? savdo bo'lyapti. 100 so'mni gapirim bor. Aka 100 so'm shu akani gapini. 100 so'm aka. Bering bor. 20 ga beraman deyapman. Aka jupa bo'lyapti? 39 million so'm akalar mana shu kelasiz jupa. Aka 100 ming qilsa shu akani gapini oldi. Aka boqami eshiting gapni. Boqqani olishyapti akalar. Ilgari ko'rganman, gapirmaganman. 39 million 200 ming, ha? Aha. Jupaga akalar. 200 so'm bo'ldi. 39. Tohirjon, Bering aka. Tohirjon. Aka. Aka unaqa. Tohirjon, men gapirdim. Tohirjon men gapirdim. Bering aka, xursandchilik bilan. Zo'r naf bo'pti. Akam do'rlar. Bo'ldi gap so'z yo'q. Tohirjon. Bo'lmasa boshqa mol bor olamiz. Ketdi. Menga menga qarab. Yezganim yo'q. Tohirjon. Yel qildi deganingizga ham qo'shdim, to'g'rimi? Qo'shildimi? 200 so'm Tohirjon. qo'shildimi? Mana gap. Gap yo'q akalar. Yaxshi savdo bo'lyapti. Voy aka, nech pul savdo bo'ldi dedingiz? 71. 71. Lekin akalar mollar zo'r. Tish buzgan buzmaganmi aka? Tish buzgan yo'q, ha, buzoq, ha? Zo'r. Mana shular olib boqinglar akalar mana. Nech pulga berib yuborasiz jazmaniga? Endi bilmayman 71 ga. Bo'lishini bitta gapiring, kesib qo'ying. YouTube shunaqa-yu. 72 million bo'lsa beraveraman. 72 ga beraveramiz, ha? Dastavkalari-chi? O'zlari qolaveradimi yo qilib Vodiy berasizmi? bo'ylab yetkazib beraman. Ana bo'lmasa, akalar, vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Dolasi bo'ylari nechi qoladi aka? 30-35 atrofida. Mana usi 40 bo'lsa kerak. Aha, bunisi balandroq. Zo'r. Bitta nomerni aytib qo'ying-chi. Voy aka. 77lik 078 078 15 akalar. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Obunachilar ko'pmi? Ko'p. Men bilan uyda ham bor qo'yamiz. Bo'ldi aka. Bundan tashqari bor ha yana. Boshqa 7 ta bor. Zo'r. Savdo bo'lyapti. Qaysi biri savdo bo'lyapti aka? Mana bu, ha? Mana savdo bo'lyapti mana. Bob bor ekan. Barakasi bersin. Nech pul bo'ldi aka? 21 million 500 ming so'm mana. Nima aka? Aha. Kerakmi? Demayapti. İştahlari zo'r ekan. Hurmatli obunachilar, 21 million 500 ming so'm. Ishqozlariga. Bu yoqda mana shved barodalar. Assalomu alaykum. Voy aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Zo'r, xudoga shukr. Nech bosh aka? 5 bosh qoldi. Mana shu 5 tasi, ha? Zo'r. Nech puldan nech pulgacha endi bu? 23,5 million so'mdan 24,5 millionga kami bor. 23,5 dan 24,5 gacha akalar kam bor. Bo'y baslari 35 qoladimi? Yo'q. Biri 25 dan balandroq. Ha, 1.25 dan balandroq akalar. Mana. O'lchanganmi? Ha, o'lchangan. O'lchab ko'rilgan ekan akalar. Zo'r. Ishqibozlariga bir joyda nech pul berasiz? Nech pulga berib yuborasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz bor? 23 million so'mdan dastlabkasini qilib beraman. 23 dan dastlabkasi bor. Qaytgacha qilib berasiz? Vodiy bo'ylab Samarqandga. Samarqandgacha akalar dastlabkalari bor. Bitta nomerni aytib yuboring. 88 lik 88 lik 040 0066. 0066 akalar. Bunisi nech pul ketdi aka? 23,5 ga baraka bo'pti bunisi. Zo'r.
Aşam baraka bo'pti. Nech pul bo'pti bu? 17,5 ga akalar baraka bo'pti bunisi. Joning sog' bo'lsin. Yaxshi narsa ekan. Ana sekin kichkinalarga o'tib ketaveramiz akalar. Kichkinalardan ko'rsatib beraveramiz. Mana akalar. Kalla taraflarini ko'rsatib bering. Qolmang boy aka. Charchab qolmaysizmi? Nech bosh chiqdi bugun? 11 ta. 11 bosh. Zo'r. Savdo bo'lyapti. Ko'rishyapti. Ha, tavsiya qilyapsiz-a? Yaxshilarni. Zo'r, mana shunaqa ham tavsiya qilyapti mana shakalarimiz. Ana. Voy aka, endi buni narx-navosi nech puldan nech pulgacha? Ash 4 tasini 19 dan deyapmiz. Mana 4 tasi 19 million so'mdan, ha? Narigi 4 tasini 18 milliondan deyapmiz. Mana shu to'ralasa akalar mana 18 million so'mdan. Bu yog'ichi? Bu ikkitasi bor 17 dan kami bor. Ha, ikkalasi 17 million so'mdan akalar. Mana. Buchi? Mana shu ikkalasi akalar. Zo'r. Qo'yig'i suyug'iga bir joyga olaman degan odamga 18 dan kami bor. Hammasi. Bir joyda 18 million so'mdan akalar kami bor. Endi narx aytilaveradi akalar, akam chiroylab o'tib beradi. Dastavkalari bor. Dastavkasi. Bo'lsa O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishaveradi. Kelishilgan holatda akalar. Nomerni aytib yuboring endi. 90lik 90lik 856 856 0421 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yoqlarda ham akalar serob. Voy aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sizmisiz? Aka, bo'ylarini chiqib qoladi mana shularni. Buru 10 aka, buru 25 plus. Buru 25 plus. 20 plus. 20 plus. Onlari 15 plus. Zo'r, yemchanlar zo'rmi, ishonarlimi? Assalomu alaykum. Bir hafta akalar garantiyalari bor ekan. Nech puldan nech pulgacha aka baland pastda? Aka, lashmi yebda gapirib qolib, Gapiring qani? 18 dan kam bor, o'tib beraman. 18 dan kam bor, ha? Savdosi bor ekan. Mashmonlar ko'rsataman aka. Abi ikkalasi nech bo'ldi jupiga? Oqlar. Aka, uni savdo qilishdi, 17,5 dan savdo qilishdi. Endi men lashmiga bitta gapirdim, 18 dan kam bor. Aha, 17,5 dan bermadingizmi ikkalasi? Qo'shganiga beramiz, ha? Qo'shganiga Inshaalloh. Aka, lashmiga bitta olib bersin. Oladigan bo'lsa 17 dan. Dangal qo'ysin, dastavka oddiy bo'ladi. Arqon nuqta hamma yo'qni qilib beraman. Aha. Zo'r. Hamma yo'g'i bilan yetishtirib beraman. 17,5 ga 17 ga dedingiz, ha? 17 dagi boshiga gapirsin, kim bitta lashmiga olaman desa. Mana akalar. Akamiz dangalligi tutib ketdi akalar. Nomerlarni aytib 91lik 91lik 142 142 0305. 0305 raqamiga akalar aloqaga chiqinglar. Dolasa qilib beraverasizda bundan so'raganlarga. Chiroyli. Uyda ham bor. Uyda ham bor. Serobchilikdan zo'r bozorni bersan aka. Kichikroqlarni akalar. Aka nech pul bo'ldi shu? 35,5. Chipa 35,5 ga akalar baraka bo'pti mana. Ariyoqda ham sergi bor ekan. 35,5 million so'm. Barakasi bersin. Sizdanmi aka mana bular? Sizdanmi? Nech puldan ekan bular aka? 13,5 dan kam bor ko'lasi bir joyda. Ha, bu cholasi 13,500 dan kam bor, ha? Hozir to'xtan, nari yoniga o'tib oling. Mana akajon. Mana. 13,500 ming so'mdan akalar kam bor mana shular mana. Bularchi aka? 14 kam bor, narasi 15 kam. 14 kam bor, 15 kam bor aka akalar. Yebchanlar zo'rmi aka? Zo'r. Bir haftaga akalar. Dastavkasi bor. Garantiyalari bor, dastavkalari bor plus. Beshalasini bir joygacha aka. Bitta kelishtirib gapiring. Bo'lishini gapiring aka. 13 dan, ha? Qo'l bo'shatishga. Qo'l bo'shatishga. Hoy, Akram. Zo'r. Nomerni aytib yuboring endi. 91lik 91lik 686 686 5350. 5350. Mana akalar.
Mashlar baraka bo'pti 35 million 500 ming so'm. Ikkitasi. Jonivorlar yaxshi mollar ekan aka. Ketdi mana. Baraka toping hoji bu. Mana shu hoji buamiz. Akalar baraka bo'lib ketdi mana hozirgina. Nech pul oldi aka? 12 million 800. Mana shu 12 million 800 hurmatli obunachilar mana shu qan. Baraka bo'ldi. Bunisi nech pul bo'ldi aka? Biz shu Bundan bexabarsiz-a? Bular aka? Nari shu Barakasi bersin. Ana akalar maydaroqlardan ham ko'rsatib beraylik. Hormang aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka nech bosh bor bu yerda hozir? Bular sotilib egalari yo'q. Ha, bular hammasi baraka bo'lgan, ha? Baraka bo'lgan ekan aka. Zo'r. Akalar mana bu yoqda ham mana baraka bo'lib ketdi. Bu yoq juda chaqqon ekan savdolari. Aka nech pulga berdingiz? Boy aka. Nech pul bo'ldi? 14,5 mana shu. Mana. Mana 13,5. Ha bunisi 13,5 ha? Bosh bunisi 13,5 bo'pti. Bunisi 14,5 bo'pti aka. Mana. Zo'r. Hey! Uylarda juda ham bor. Bormi? Mamalloh. Qani Muhammadulla aka? Qani? 91lik o'zingiz olaver-ya? 141, 141 75, 70. 75-70. Mana shunaqasidan to'y beraverasiz, ha? Gap yo'q, mana akalar. Qayerdansiz? Sulton qishloqdan ekan akamiz. Aloqaga chiqaveringlar. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Keling endi so'rashib qo'yaylik. Ular nech puldan ekan aka mana bu cho'lasi? Ha, ikkalasi 12 dan, bunisi 13 million so'm, ha? Kami bor. Zo'r. Yana bormi aka? Bog'da ham bor. Ha, narigilar pulni, ha? Gap yo'q. Bitta tanishtirib yuboring aka bo'lmasa. Pulinimi? Narx-navosini. Eng arzonidan boshlaylik. Mashlar 11 yandan kami bor aka. Aha. Mana shungacha. Mana shunga do'ra. Mana shunga. Qora. Ha, bunga do'ra akalar 11 million 500 ming so'mdan kam bor ekan mana. Zo'r. Ular endi 2-3 oylik Mana shu. yo 3-4 oylikmi? 2 oylik yo'q, 3 oylik. Aha, 3-4 oylik akalar. Mana. Jonivorlar. Sekin endi olib akalar po'choq-mo'choq berib katta qolaman degan akalarimizga-da. Dastavkalari ham bor aka. Dastavkalari ham bor. Xo'p. Bularchi aka? Bunisi 13 kam bor, bunisi 12 kam bor. 12 kam bor, 13 kam bor akalar. Bularchi aka? Aha, bo'ldi. Narigilarga o'tib. Aha. Ketdik bo'lmasa, ularni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Nomerlaringiz bormi aka? 94lik 397 397 60 97. 60-97. Bunisi baraka bo'ldimi aka? Buni ham 11,5 kam bor ekan mana. Aha. 10 million 2 ga berilgani yo'q ekan. Nari yoqda sherigi bormi? 13 dan kami bor aka, mana shu yergacha. 13 million so'mdan kam bor bular. Aloqaga chiqaverasizlar boyaga nomerga. 7 tasi 13 dan kami bor. Aha. Gap yo'q aka. Bozorni bersin aka. Savdo bo'lyapti. Aka nech puldan qilyapsiz? 59 dan. Mana shuni. 59 dan akalar savdosi bo'lyapti. Mana shu yerda bitta to'y bor. Atxan bor, nech pul savdo bo'ldi keyin? Yo'q, hali biror bunaqa shuncha olib turibdi-yu bozorda. Savdosi o'ziga yo'q hech kim. Gap yo'q. Bu hozir 20 million so'm kam bor akalar. Xo'p, 3 qashqa. Zoti qora bayra. 1,5 yashar. Ishqibozlarga mana. Qani qani? Qani? What joint sog'li. Chachidan maktab ishi. Mana. Polvon.
Ancha o'rgatib qo'yibsiz buni. Menda olib qo'yganda, menda olib qo'ygan. Ancha o'rganib qolibdi. Jonivor. Mana jonivor. Ishqibozlarga tavsiya qilamiz mana. Menda olib qo'ygan. Aha. Bu hali bo'ybastlari o'sadi akalar, bu go'dak narsa. Bitta nomerni ayting endi. 94lik 440 88 30 a. Aloqaga chiqaverasizlar. Abdulloh qalaysiz? 5 ta oling. Ash bolani ota akalar. Xo'p, bu yoqda endi akalar bo'g'ozlar bor. Ular qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib beramiz. Ma'qulmi aka? Mana. Nech pul ekan bu boy aka? 45 million so'm kam bor. Necha oylik? Assalomu alaykum. 8 oyga bor. Yo. 45 million kam bor. Nech pul dedingiz? 8 oyga bor. Ha, 8 oylik akalar. Savdosi bo'ldimi? Nech pul qildi? Hozir aka. 41 qilyapti. 41 million so'mga akalar berilmadi, lekin juda chiroyli narsa ekan. Mashalloh. Hammaga nasib qilsin akalar, mana shunaqa bo'g'ozlar. Bitta nomerni aytib berasizmi? Ko'z ozgina nima qolibdi? Ha, shamda yurganda Ha, bu ko'radi. 100% ko'radi akalar. Mazza bor buni. Bitta sutlab qo'ysa chiroyli bo'ladi. Nomer berasizmi? 91lik. 91lik 141 141 66 11. 66 11 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Davom etamiz. Akalar gibrid mol mana. Yerga yaqinidan jonivor juda chiroyli narsa ekan. Nech pul ekan bu narxi? 60 kam bor. Necha oylik aka? 20 kun u yoq bu yoqda akalar tug'ar ekan. Ikkinchi qoringa aka. Joning sog' bugun. Buni qarang, o'ta go'shtdor narsa ekan. 60 million so'm kam bor akalar. Savdo bo'ldimi? Nech pul qilishdi? 53 ga berilmabdi. Jonivor ketdi mana. Aka bitta nomerni aytib yuboring. Telefon bo'lib qoldi. 90lik 588 42 57 raqamiga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Lekin bor akalar, mol o'ta zo'r. Dorasa olgan akalarimiz baraka topa. Aka qanaqa buqaga qo'yilgan? Sir bo'lmasa. Urug' qo'yilgan, semental a? Zo'r. Dorasa baraka topasizlar akalar. 53 ga qo'shganiga berasiz-a? Zo'r. Bozorni bersin aka. Akalar, mollar juda ko'p bozorda. Ishqibozlarga mana semental. Nechinchisiga bu shep? 1-2. Qaysi biri bir? Bunisi birinchisiga, nargisi ikkinchisiga. Mana. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Bor hozir. Suti bor. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Chiqaryapti, yem azaytirib. Aha. 7 oylik bo'ldimi? 10 litr bersak, usta chiqaryapti. Aha. Zo'r. Yaxshi sut berar ekanda. 25 litr turibdi-mi? Nech pul ekan endi bu semental? 56 million nima kam bor? 56 million kam bor. Dolasa nech pul savdo bo'ldi? 52,5 million Deyapti-a? Zo'r. 43 million. Bunisi nech pul? 43 kam bor. 43 kam bor ekan. Suskalar joy-joyida. 43 million kam bor. Necha oylik bu? 6 oyda o'tgan. Zo'r. Dolasa ishqibozlari kamini qilib berasiz, chiroyli. Nomerni ayting. 91lik 152 4705 ha. Zo'r. Bozorni bersin. Kenjoy akamizni. Bu aka necha oylik endi bu? Voy Kenjoy aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yetib ekan ha? Voy, o jonivorlar. Bu rossiyskiy parodami endi bu? Mashalloh. Ana mol akalar. Juda bo'lakcha bu ha. Tapalog'idan deyarmida aka. O'zingiz yaxshimi? Bu birinchi qoringa inshaalloh. Birinchi qoringa. Dolasa akalar sut to'kvoradiganidan so'raganlar. Nech pul ekan bu? 58 million so'rayapmiz. 58 kam bor.
so'raveradi. Dolasa bozor qancha qildi aka? Bozor har xil qilyapti. Har xil. Zo'r. Tutaklari ham zo'r ekan, maza hisoblaydigan. Xudo xolasa Ishqibozlarga akalar 58 million so'm kam bor. Bitta nomerni aytib 90chilik. 90chilik 135 135 96 24. 96 24. Bozorni bersan aka. Zo'r. Birinchi qoringa akalar. Mana. Aka necha oylik ekan bu bo'g'oz? 6 oylik. Olib taslan akalar mana. Juda zo'r ekan ha. Jonivor, ko'ringlar korobkalarni. Voy, mashalloh. Ana. Moling bo'lsa shunaqasidan bo'lsa-da mana. Uskalari joy-joyida. Inshaalloh 6 oylik akalar. Hali kuragi yo'q. Hali tisham buzmaganmi? Hali yana akalar bu yeniga ham qo'yadi, bo'yiga ham qo'yib yuboradi. Inshaalloh. So'rasam bo'lmaydi. Yaxshigina bo'shadi aka inshaalloh. Katta sigir bo'ladi akalar, xudo xolasa. Endi sekin akalar mana bu yetilgan sari bular nima deydi? Go'sht o'rlashib, yerga yaqinlashib boraveradi. Nech pul ekan o'zi aka bu? Juda ko'p maqtavordim, ish qilib daf ko'taravermay. Aytyapmiz, o'tib beramiz. 43 million kam bor? 45 million. 45 millionmi? 43 kami bor deb o'ylaydi. 43 ga beraveramiz. Ha, beraveramiz, ha? Chiqdi endi qaytarma qo'ygan. Mol akalar yaxshi. Bitta nomerlarga berib qo'yasan endi ishqiboziga. Aha. Nechilik? 77lik. 77lik 710 710 7083. 70-83 raqamiga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bitta tortib olingchi boy aka. Cho'jon. Mana akalar. Yillari ham juda chiroyli ekan. Olinglar akalar, mana shuni baraka topasizlar. Bor barakani. Nech pul oldi? Qaysi bo'ldi? Mana shu bo'ldi. Sotdingizmi? Nech pul oldi? 29,5. 7 oylik. Sekin akalar yetiltirib dolasa sigir qilishga. Mana 7 oylik narsa 29,5. Barakasini bersin. Qaysi qancha bo'lsa? 29,5. Qaysi million? Mana shu aka. 7 oylik. O'ta qizib ketdilar. Olammi nima bu? Chorva market aka, Chorva market. Aha. Rossiyaga hammasiga salom. Yo'q mana o'zingiz olay. Yo'q, yo'q, odim betkirlik yo'q. Rossiyaga salom. Qo'lingizni ko'rsatib qo'yamiz. Zo'r. Biza bir hafta bo'ldi kelganimizga. Bir hafta bo'ldimi? Hamma yo'q zo'r. Zo'r. O'zingiz yaxshimi? Qalay ishlab keldingiz? Zo'r bo'ldimi? Hammaga like. Joni sog' bo'lsin. Rossiyada YouTube ishlayapti? Yo'q. Ishlamayapti. VPN bilan ishlayapti. VPN bilan. Zo'r. Hali vaka yutgani bor ekan, o'shani ishlatib olamiz endi biz ham akalar. Salomatmi? Akbar sog'lom yigitga. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, sizlarga bir narsalar ko'rsataman hozir. Sigirlarni o'ta zo'rlari va mana shu yerdada mana buni ko'ringlar. Voy mashalloh. 80 million. Endi bunisini ko'ringlar mana. Endi mana bunisini ko'ringlar akalar. Zo'r, hammasi zo'r akalar. Ko'z tegmagirlar. Mana bu yoqlarda ham bozorlar qaynab yotibdi. Bu yoqlarda ham akalar. Voy aka, bolasi nima buni? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? O'ta yirik-ku, ha? Ham yirikda. Ha, kichkina odam emas-da. Sutni beradigan. Bu qancha dedingizmi? Xunojin. Dolasa akalar, onasiga o'xshagan sigir bo'ladi, inshaalloh. Mana buni ko'ringlar. Nechta sut beryapti aka? 30 ta. Necha kunlik bo'ldi? 1 haftalik. Dolasa mana ko'ringlarchi. Boqdi. Joning sog' bo'lsin. Nech pul aytyapsiz endi buni? 75 million so'm akalar kami bor. Golishtendan endi va bu. Suti yomg'ir qilib yuboradi bular. Nechinchisiga bu? 3-siga. 3-siga. Bitta nomerni berib qo'yasizmi? 90lik 861 861 70 76. Zo'r. Akalar mana. Savdo bo'ldimi aka bu yerda? 65 qilyapti. 65 ga bermadingiz, ha? Qo'shganiga beraverasiz. Zo'r. Voy joning sog' bo'lsin. Mol ekanda akalar mana buni ko'ringlar. Akalar mana. Siznikimi bu? Hormagan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasizlar?
Assalomu alaykum aka qilich, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Necha kunlik bo'ldi bolasi? 4 kunlik. 4 kunlik. Voy jonim. Nechta sut beryapti bu? Og'izda 35 ta. 35 ta. Oshiradi bu? 45 taga bergan egasi. Aha. Nechinchisiga bu? 6 ta 8 ta 7 ga yo'q. Aha. Nechinchisiga bo'ladi? 2 yo 3 bo'ladi. Ha, yo 2 yo 3. Nech pul endi bundan narxi? Voy aka. Voy joningiz sog' bo'l. Ketdi mana. Jonivor bemeyor hisobda osta. Haqiqiy mehnatkash mol akalar mana shu bo'ladi. Inshaalloh sutini o'zidan chiqarib yuborasizlar akalar olgan pullarini. Nech pul ekan bu? Shep 80 deyapti. Bu 2 million kam berilsin. 78 bilan Yana 77 ga ketdi. Rasprodaji. zalotoy bo'lsin-da. Yana bitta tushib beraversa, telefon qilsa, Qolgani endi sunnatiga o'tdi. telefon qilsa, chiroyli. Sizni kanalingizdan Zo'r. Xudo xolasa 91lik 91lik 200 0117. 0117 akalar. Shirlari bor yana. Ha, buni sherigi ham bor-da. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bo'g'ozi ham bor, sigiri ham bor. Qani? Ishini hal qilamiz. Xudo xolasa. Suvda bo'ldimi o'zi bu? Suvda yo'q aka bo'lgan. Endi bo'ladi, xudo xolasa. Gapi. Mana akalar. Qani, bu aka ozgina tortingchi. Voy jonivor. Aka nechinchi qoringa bu? Ikkinchisiga. Jonivor juda olibdan narsa ekan. Mana. Suskalari. Voy maşallah. Sigirni zo'r akalar o'zimizda mana. Nech pul aka bu? 70 pul kam bor deyapmiz. 70 kam bor. Savdo bo'ldimi? Endi savdo bo'ladi, xudo xolasa. Ikkinchi qoringa akalar 70 million so'm kam bor. Ishqibozlariga nomer berasizmi? Ha? Bozorni bersin. Zo'rlar 52,5 bo'ldi sizga. Baraka bo'ldi aka. Qani? Qaysi biri mol qani o'zi? Voy voy. O'rtalarni o'tib bo'lmayapti. Qaysi biri? Mana. 54 53. 53,5 bo'ldimi Afzal aka? 53,5? 52,5. Zo'r. Mana bolasi qani buni? Mana ekan bolasi. Ular qilmadi. Zo'r. 53 million 500 ming so'm akalar. Olib taganasidan mana. Jonivor ko'ringlar. Juda chiroyli o'sot. Akalar, ha, sigirni qarang, bolasida so'r bo'lib qopti. Aka necha oylik bo'ldi bu? 4 oydan o'tgan. Zo'r, novoz. Onasi bo'g'ozmi yo bo'g'oz emasmi? O'ziga ko'rsa 2,5 oy chiqadi. Aha, xudo xolasa 2,5 oylik. Suskalari butun. Inshaalloh. Yuvoshliklari zo'r. Akalar semental. Mana. Nechta sut bergan aka? Aha, 15 ta 18 ta akalar. Xudo xolasa yangi tuqqanda nechta beradi? 22 ta. Endi hozir bu jichcha dalaga chiqib qoldi-da bu. Aha. Dalaniki bo'lib qoldi. Yaxshilab boqsa aka oshiradi. Issiqcha silosini berib og'ilada tursin. Inshaalloh. Bu narx-navosi nima ekan endi? 70 ta ham 70 million so'm kam bor a? Xo'p, shunda nechinchi qorin bu? ikkinchi qorin. Ikkinchisi bu, ha? Qorindagi uchinchisi. Xudo xolasa. Mana, ko'ringlarchi, 70 million so'm kam bor. Savdo qildim bozor. Ha, buni hozir 62 million, shuni 61 61 62 akalar savdosi bo'libdi. Qo'shganiga inshaalloh sotiladi. Xudo xohlasa. Nomerni aytib yuboring aka. 91lik 120 120 16 15. 16 15 raqamiga akalar aloqaga chiqaveringlar mana. Qancha qildi buni? Bolasi ham mana zo'r ekan. Hormaganda.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nima gapsiz? Zo'r xudoga shukr. Bu sigir ekan, ha bu? Sigir. Mana bolasi. Mashhur Elmurt akamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Tuzumisiz? O'ta go'shtdor va jonivor. Ha. Voy mashallah. 8 ta beryapti. Sutda? Aha. Necha kun bo'ldi aka tuqqaniga? 6 kun. Zo'r. Bolasi nima aka? O'zi akalar bunaqa mollarda bolasi xurojin bo'lsa, nur ustiga alonur. Sabab topa olmayapti. ertadan keyin akalar shunaqangi sigir bo'ladi bularni bolalari. Xudo xohlasa. Mana. Bu sement alam sizdan, ha? 7 bo'g'oz. Bu 7 bo'g'oz. Torting o'zingizga. Voy mashallah. Qani tortingchi? Ol chempion. Biri-biridan kam emas akalar. Biri-biridan o'taman deydi. Bu ham sutni berar ekan, ha? 40 ta bergandi. Elmurt aka endi nech puldan endi bular? 100 million unisi, 90 million unisi. Aha, 90 millionga 100 million so'm. 160 million qilyapti pul bergandi. 160 ga berilgani yo'q akalar. Ustiga bo'lsa. Endi misol buni o'zi xaridor akalar o'zi biladi bu mollar qanaqaligini. Dolasa nomerni aytib yuboring aka. 99lik. 99lik 364 364 1429. 1429. Tirik vazni ham chiqib qolar. Bunisi 1.60 kg, 970 kg. 970 ga 1.60. Zo'r. Bozorni bersa akalar aloqaga chiqaverasizlar.